Hürmet. Assalomu alaykum YouTube'dagi kanalimiz a'zolari. Bugun biz rekord darajasida bo'layotgan osh damlayotganligiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu yerda hozir 7 tonna osh damlanyapti. Bo'g'irlarimiz shiddat bilan hozir harakatni boshlashadi. Ko'rib guvohi bo'lasizlar, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmang, like, podpiskani ayamang. Bugungi videomiz, hurmatli azizlar, Samarqand shahrining Samarqand City'sidan tayyorlaganmiz. Bu videoni ko'rib 7 tonnali oshga qilinayotgan harakatlar ular. Albatta avvalo hammalarga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilaymiz. Video davomida yana ko'rib borasizlar. Shu ulkan qozonda 7 tonna osh damlanadi. Bunda semichka yog'i, paxta yog'i va zig'ir yog'laridan foydalanilgan va malakali povurlar, oshpazlar kelgan. Har 12 ta viloyatdagi povurlar, 200 taga yaqin povurlar ishlayapti. Savzma shu odam. Mükemmel falan amkulit ne olmasın? Sen boşuna dedi ki şey. Haydi nota. Nota. Hozirgi videomizdagi osh Samarqand oshi. Tayyorlanishini olingan. Ko'rib bo'lasizlar. Albatta bizni topillar kuzatayotgan bo'lsa, like podpiskani ayamaysizlar. O'zimizni O'zbekistonimizni turli joylardan videolarni davom ettiramiz. Kozimjon ko'chada kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Ob-havolar juda ham ajoyib. Samarqand City'da mazza sharoit. Bu ulkan qozonda mana isitish uchun shunaqa gaz grilkalar ham moslangan. Albatta biz o'zbeklarda duoy fotihalar bilan ish boshlanadi. Xudo xolasa mana boshlandi ishlarimiz. Judayam ulkan osh bo'lyapti. Judayam katta. Bo'g'irlarimiz har biri har xil stilda mana bunday qilyapti. Guruchlarni ichiga tuzlarni solishyapti. Zig'ir yog', paxta yog', semichka yog' aralashgan holatda juda boshqacha bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Mana bugungi 3-avgustga mana 7 tonna osh bo'lyapti. Xudo xolasa nasib bo'lsa, ishlar jarayanib ketyapti. 3 kundan beri davom etayotgan festivalda bugun yangi rekord qo'yilmoqda. 7 tonna osh. Haqiqiy Samarqandcha osh. Bu yerda masalan mana Toshkentdan keltirilgan qozonimiz bor. Bo'g'irlar ishlashini ko'ringlar, bo'g'irlar ishlashini. Asta-asta suvalar va go'shtlarni tashlash jarayoni bo'lyapti. Birinchi yog' qozon qizdirilib, keyin yog'ni qo'yib, undan so'ng esa go'sht tashlanar ekan. Albatta kam go'shtga qo'y go'shtlari ham tashlanyapti, osh mazali chiqishi uchun. Juda ham katta joy qilingan. Samarqand City'ga. Hürmet. Siriyeleşmesiyle oldu. Tashlash jarayoni. Pishmishlar. Guruchlarni ivitib olib qo'yiladi. Ajoyib qaynayapti, ajoyib.
Men videolar qo'yib boryapman. Ko'pchiligiga manzur bo'lyapti degan umiddaman. Kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi videomiz haqida yozsalaring. Hamma kasb ko'rishda Allohning barakati. Davay. Sabini beraveringlar. Ko'p-ko'plarni olib bo'shatib qo'yaveringlar. Asasa. Savuz qoqyaptilar. Tamam. Bu tomondan ham beringlar. Ular bu haqiqat bu. Aka, o'shan aka. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimgadir rayhon a'lo, kimgadir boshqa narsa, kimgadir lola, xuddi shuni singari. Imkon qadar harakat qilyapman sizlarni ko'ngilingizga yoqadigan video qilish uchun. Ko'rib borasizlar. Endi mana hozir guruch yuvilib, tashlashlar yoniga yetib kelib qoldi. Mana so'zlarni qarang, marjondek terilib turibdi so'zlar. Bu holatda parlanib turib, keyin guruch tashlanadi. Damlash jarayoni bu. Bu qozonda ishlash uchun, osh pishirish uchun, guruch damlash, shunaqa sharoitlar qilish uchun xuddi mana shunday maxsus kabgirlar va mana asboblar qilingan instrumentlar. Ketdik. Shunday guruchda pishmagan joyi, pishgan joylarni aralashtirib, shunaqa qilib yog' bilan chipishtirib, yog' bilan aralashtirib tashlar ekan. Odam juda ko'p yig'ilgan. Qarang, oshdi. Mana damlab qo'yishdi. Parlash uchun damlandi. Parlash uchun. Endi mana maxsus oralarda olib, mehmonlarni silgan Arabistondan blogerlar, Erondan juda ko'p blogerlar keldi. Rekord O'zbekistonda bo'ladi-da, hamma narsalar. Endi mana maxsus salafan qog'ozlar bilan oshning tepasi dimlanib, uning tepasidan ham tog'ora qo'yib. Xullas bu holat mana afg'on qozoniga o'xshagan stil bo'lar ekanda. Xuddi shunaqa bo'lib guruchni dimlab turib pishirib oladi. Endi bunaqa katta qozonda oson emas pishirib olishni o'zi. Bitta 1 kilo, 1,5 kilolik oshda o'zimiz qanaqa qiynalamiz, to bitirgungacha 7 tonna hazilvasda. Xohlasa bizda shunaqa fikrlar ko'p bo'ladi. Shuni o'rniga yetimlarga tarqatsa bo'lmaydimi? Shunaqa fikrlar ham bo'ladi. Azizlar, albatta bu
oshlar mehribonlik uylari, qariyalar uyi, nogironlar uyi shunaqa joylarga tarqatildi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi videolar qanaqa bo'lsin? Shular haqida gapiringlar. Inshaalloh sizlarga zo'r kontentlar qilib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa ko'rib unga ham baho berasizlar. Bu yoqqan bo'lsa like tayamanglar. Qolib ketib qolmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.